Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 17-fevral va haftaning ikkinchi kuni seshanba. Bizda bugun kutilayotgan iqtisodiy yangiliklarga qaraymiz. Bugun o'rtoqlar Germaniyada inflyatsiya ma'lumotlari va EDPning haftalik o'zgarishi va yana biz Kanadada inflyatsiya ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Grafikga qaraymiz va bozorda bo'layotgan yangiliklarni sizlar bilan ketma-ket gaplashib chiqmoqchiman. Hozir ayni damda dollar kuchayganining guvohi bo'ldik. Kechagi tahlillarimiz o'zini juda ham oqladi. Kerak bo'lsa chizgan joyimizdan bozorga yurib ketganligi va bu zo'r impuls. Dollar indeksi kuchayganligini guvohi bo'ldik. Bunga sabab qilib men kecha sizlarga tushuntirib bergan ma'lumotlar albatta dollarni qo'llab-quvvatladi, lekin haligacha FRSning oldida noaniqlik bor. Ya'ni iyun oyidagi yig'ilishda foiz stavkalarini tushirish ehtimoliga to'g'ri oshgan, chunki biz inflyatsiyani pasayganligini ko'rdik. Yumshoq inflyatsiya iqtisodiy zaiflashuv signalini yaratishi mumkin va iqtisodiyotni rag'batlantirish maqsadida foiz stavkalarini yumshatadi degan kutilmalar bu yerda albatta oldinga chiqadi ko'p holatlarda va bu dollarni zaiflashtirishi kerak, lekin hozir bu masala bizda unchalik muhim emas. Asosan bu yerda ayni daromad keltirmaydigan oltin deylik, mana shu daromad keltiradi o'zi, lekin ayni AQSh obligatsiyalari kabi foizda pul to'lanmaydi, tushunarli? Ya'ni obligatsiyalarga qo'ygan dollaringiz o'sha dollarda qaytib olasiz. Lekin bu yerda albatta inflyatsiya ma'lumotlari sizga foiz stavkalari ko'proq muhim bo'ladi, chunki siz ayni foizingizni ana shundan kelib chiqib hisob-kitobini qilib obligatsiya sotib olgan bo'lasiz. Hop, lekin bu yerda foiz bo'lib pulingizga pul qo'shiladi-da, lekin tillada to'g'ri tillani sotib olyapsiz, sotsangiz qimmatroqqa sotadigan bo'lsangiz foyda olishingiz mumkin, lekin sizga shunchaki bu pulni ushlash va qo'rquv indikatori sifatida yordam bera oladi. Tilla har doim ham daromad keltiradigan deb qaralmaydi, qisqa qilib aytganda tilla xavfsiz aktiv sifatida qaraladi. Bozor hozirgi holat bo'yicha albatta bizga biroz pastlash ehtimolligini baholab beryapti. Dollar indeksi texnik tahlil jihatdan qaraydigan bo'lsak, hozir dollar indeksi kechagi lowlar tomon harakatni ko'rsatib berish ehtimoligi katta. Chunki Federal Rezerv tizimini yumshoq siyosatni olib boradi degan kutilmalar fonida albatta dollar pasayadi va men kecha ham aytdim, katta hedge fondlar bozorda albatta dollar indeksini short qilayotganligi haqida gaplashib o'tgandik. Bu esa dollarni yana pasayishligini ehtimolligini oshiradi. AQSh-Eron masalasi bo'yicha yadroviy muzokaralar ikkinchi bosqichi oldidan hozir xavotirlar kuchaygan. Mabodo bo'lmay qolsa-chi muzokaralarda kelishuv amalga oshirilmasa, bu yerda AQSh va Eron o'rtasida ziddiyat rivojlanishi mumkin va bu bizga albatta tillada birozgina ko'tarilish ehtimolligini oshiradi. Hozircha o'rtoqlar tilla yaxshi tushib berdi va bizga endi yuqoriga o'sish potensialini ko'rsatib beryapti. Tilla bo'yicha ehtimol yuqoriga paysalarni ma'qul ko'rish kerak degan kutilmani qo'llab-quvvatlayman. Bugunchalik o'rtoqlar vaziyatdan kelib chiqib, yevro dollar juftligiga to'xtalishdan oldin albatta men dollar haqida yana gapirishim kerak. Dollar asosan o'zi вообще-то kuchli. Lekin bu yerda negativ fon yaratildi bugun dollar uchun, ya'ni Bank of America prognoz berdiki, AQSh davlat qarzi kelayotgan 10 yil ichida deyarli 2 marta oshar ekan, ya'ni 64 trillion dollarga yetishi kutilyapti deydi. Trump bunga qarshi choralar ko'rdi, qancha o'sha savdo bojlarini qo'yyapti. Nima qilib bo'lsa ham dollarni zaiflashtirib, eksport salohiyatini oshirib, AQSh ko'proq pul olishga harakat qilyapti. Savdo bojlari orqali, mana shu kelayotgan pullar orqali qarzni kamaytirmoqchi, lekin ekspertlarning ta'kidlashicha, davlat qarzi 2 barobarga deyarli oshar ekan. Hop, yevro dollar juftligida o'rtoqlar biz hozircha yuqoriga dollarni zaiflashayotganligi fonida yuqoriga paysalarni birozgina ma'qul ko'rib turamiz va sizga ham albatta shu tomonlarga qarash balki yaxshi to'g'ri fikr bo'lishi mumkin degan narsani ayta olaman. Lekin albatta o'zingizni fikringiz, o'zingizni qaroringiz bilan harakat qiling. To'g'ridan-to'g'ri bozorga kirib ketish tavsiya etilmaydi. Funt dollar juftligi kecha o'zini yaxshigina oqlagan va nima uchun hozir yuqoriga qarayapmiz? Ko'pchilik funtni hozir sotayotgan vaqtda biz sotib olmoqchimiz. Nima uchun desak, mart oyidagi yig'ilishda stavkani pasaytirish ehtimoli kutilyapti. Bu esa o'rtoqlar Buyuk Britaniyani mana shu funt sterlingini zaiflashiga olib keladi. Bu yerda 2026-yil boshida mehnat bozori zaiflashda davom etayotganligi haqidagi signallar va ishsizlik nafaqasi uchun dastlabki arizalar yanvarda 22,8 millionga yetishi kutilayotganligi
Oldin esa 17,9 edi. Qaranglar, ishsizlik nafaqasi uchun arizalar ko'payib ketyapti deganlar, ish bozorida xavotir bor. Ishsizlik darajasi hali ham mana shu 2 yillik maksimumda 5,1% ga qolishi mumkin deb kutilyapti fond bo'yicha. Bu fond uchun negativ fon yaratadi va sellga berish kerak. Lekin ko'pchilik sellda, biz esa yuqoriga paysa qarab ko'ramiz, chunki o'sha narxlar bo'lindi bu narsa. Kechagi yangiliklar, mana shu yangilikda o'sha narxga kirib bo'lgan bo'ladi. Va bozor o'sha foiz stavkalarini tushirishligi ehtimolligini narxlab bo'ldi. Shuning uchun hozircha yuqoriga paysa sal mantiq ham bo'ladi deb o'ylayman. Endi e'tibor markazi ish haqi bo'yicha ma'lumotlarga bo'ladi va chorshanba kuni biza inflyatsiya ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin fond bo'yicha, ya'ni ertaga o'rtoqlar. Va bu albatta Markaziy bankka, ya'ni Angliya Markaziy bankiga qarorlariga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Hop, demak, treyderlar FOMC bayonnomasini ham kuzatishadi va bu albatta dollarning kelajagini belgilaganligi uchun fond dollar juftligida ham kuchli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. FOMC bayonoti hozircha e'tiborimiz markazida, bizda ertaga bo'ladi ham. VTI masalasi bo'yicha o'rtoqlar pastga qarasak bo'ladi deb o'ylayman, chunki hozir neft narxi birozgina pasayyapti. OPEC+ aprel oyida ishlab chiqarishni oshirishga moyil ekanligini Reutersga xabar bergan, bu esa o'rtoqlar pastga qaytib ko'rib chiqish kerak paysalarni deb baholaymiz. Kecha o'zini oqlamadi, 1% yurmadi. Chizganimizdan keyin yurib ketdi-ku, undan keyin yuqoriga ketib stop lossni olib ketgan va bugun balki o'zini oqlaydi deb ko'ramiz. Chunki hozir Osiyoda savdo yopiq, yangi yil sabab bozorlar hozir yopiq bo'lganligi uchun Eron bilan AQSh o'rtasidagi keskinlik masalasi nima bo'lishiga noaniqlik. Hozircha neft narxi tushyapti, chunki OPEC+ mabodoga degan gapi bor. Aprelda ishlab chiqarishni oshirishga moyil ekanligini Reutersga xabarini bergan. Bu esa bizda nimaga olib keladi? VTI narxini pasayishligiga. Dollar Yaponiya yenasi masalasi bo'yicha o'rtoqlar, bu yerda treyderlar endi Yaponiya va AQSh tomonidan mana shu intervensiya xavotiri mumkin deb kutishyapti-da, shuning uchun biz pasayayotganiga guvohi bo'lyapmiz. Aslida yana kuchli emas. Yana kuchliligi uchun dollarga nisbatan pasayapti, yenaga nisbatan deb qara olmaymiz, chunki biza mana shu Yaponiyani VVPsini ko'rib, o'sha xulosa qilishimiz kerak edi. Dollar Yaponiyasi yuqoriga ketishligini va kecha buni baholaganmiz. Kecha o'zini juda ham ideal oqlab bergan, chizgan joyimizdan ketib qolgan kerak bo'lsa. Bu risk kayfiyatiga ega mana shu hozir bozorda xavf aktiv bo'lgan yenani qo'llab-quvvatlamaydi, lekin biroz biz bu fonda dollar Yaponiyasini yuqori qarashimiz mantiqan to'g'ri bo'lar edi, chunki yana mustahkam emas, biroz slabi va qattiq pul kredit siyosatidan olib borish ehtimolligini kamaytiradi Yaponiyani hozirgi mana shu VVP ma'lumotlari. Shuning uchun pastki paysalar o'zi sal mantiqan noto'g'ri qo'ya, lekin imkon qadar bozorga qarshi harakatlanib foyda olib ketamiz deb o'ylayman. Tillar bo'yicha yuqoriga baholadik va dollar Kanada dollari bo'yicha esa o'rtoqlar dollar zaiflashib, Kanada dollari kuchayishligi albatta bu ham biroz mantiqan xato hisoblanadi, chunki biz hozir Kanadada CPI ni 2,4% da qolishini kutyapmiz. Bu esa maqsad darajadan, ya'ni 2% dan yuqori haligacha. Kanada dollari bosim ostida qolishi mumkin, chunki neft narxi ham tushishligini baholayapmiz-da va bu orqali o'rtoqlar Kanada dollari birozgina bosim ostida qolishi va kuchayishi, ya'ni USD CAD salga ketish ehtimoliga kamroq deb baholayman. Neft narxiga qaraydigan bo'lsak, faqat FOMC bayonnomasi PC ma'lumotlari dollar yo'nalishini aniqlaydi va USD CAD savdosi biroz ehtiyotkorlikni talab qiladi. Shuning uchun vaqtinchalik pastga qarab tursa bo'ladi, lekin range holatda qolib ketishimiz mumkin. Noaniq yo'nalish, shuning uchun temaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. AUD dollar bo'yicha o'rtoqlar, Avstraliya Markaziy banki tomonidan endi aytilayotgan gap so'zlarga qaraganimizda, Avstraliya Markaziy banki hozir Michel Bulk gapi ham inflyatsiya tezlashishi siyosatni qattiqlashtirishni talab qilishi mumkinligini aytdi va bular hozir foiz stavkalarini o'zgartirganligi ayni yumshoq inflyatsiya ma'lumotlari yo'q, balki inflyatsiya oshib borayotganligi va mehnat bozori va butun iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshiligini inobatga olib hozir foiz stavkalarini ko'targan va kelgusida yana ko'tarish mumkin degan kutilmalar AUD USD juftligi bo'yicha yuqoriga o'syapti va sizga ham mana shu tomonlarga tavsiya bo'lar edi. Men chunki asoslarni sabab beryapman. Dollar Shvetsariya franki, mana shu Eron masalasi biroz e'tiboringiz markazida. Shvetsariya franki esa hozir intervensiya bo'lib qolish ehtimolligi bor. Biroz agar pastga ketib qolsa, shuning uchun Shvetsariya franki unchalik kuchayib ketishini xohlamaydi. Vaziyat bo'ldi deganda bayga qarayverish kerak, lekin bugungi kun bo'yicha selga qarab ko'rishim mantiqan biroz to'g'ri deb hisoblayman o'rtoqlar. Aytgancha bizning YouTube kanalimizda albatta obuna bo'lmagan do'stlar, bizning videolarni kuzatib kelayotganlarga yuboring, like, komment, obuna bo'lishni esdan chiqmasin, chunki albatta sizning like, kommentingiz bizni
videolarimizni sifatini oshirishga va videolarimizni ko'rishlar sonini yuqori bo'lishiga olib keladi. Barchaga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin o'rtoqlar. Sizlar bilan biz bugun menimcha yana kun davomida ko'rishamiz. Telegram kanalimizda krujotchiklar bor va Reels videolar qo'llayapti. Mana shu YouTube tarmog'imizga va briefing, undan tashqari bozorga qarashdigan loyihamiz bor. Barchasi albatta siz bilan yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar.